Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarga 4-hisob grafini tushuntirmoqchiman. 4-hisob grafi 3-hisob grafini davomi egilishga doir masalalar. Bu yerda ham demak biz ichki kuch faktorlarini ishoralarini bilishimiz kerak. O'shaning uchun ichki kuch faktorlarini ishoralarini qo'yib o'tdik. Bunda quyidagicha sterjin berilgan bo'lsin. Bunda tayanch reaksiya kuchlari aniq qo'yilgan va bu yerda P kuch. O'tgan safargi mavzusida bir taraf qistirib mahkamlangan tayanch edi, ikkinchisi erkin edi. Bu yerda esa ikki tarafda ham mana ko'rib turibsizlar, tayanchlar bor. Buni qiymatlari berilgan. Bu yerda birinchi qiladigan ishimiz o'sha tayanch reaksiya kuchlarini topib olishimiz kerak. Sizlar nazariy mexanika qismida ma'lumki, nuqtaga nisbatan moment olganda soat strelkasidan foydalanansizlar. Agar kuchning ishorasi soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan bo'lsa musbat, soat strelkasi teskari yo'nalgan bo'lsa manfiy deb o'tgansizlar. Demak, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz bu yerda tayanch reaksiya kuchini aniqlashimiz kerak mana. Demak, buning uchun biz o'sha nuqtaga nisbatan moment qoidasidan foydalanamiz. Demak, A nuqtaga nisbatan momentlar yig'indisi 0 ga teng. Mana P kuchdan boshladik. P kuchimiz ko'rinib turibdiki, soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan. Yelkasi A qo'shilgan B qo'shilgan Z, P dan mana A gacha bo'lgan masofa. Keyingisi RB soat strelkasi teskari aylanyapti. Yelkasi B qo'shilgan A mana. Taralgan kuch soat strelkasi bo'ylab yo'nalinyapti. Qo'l ko'paygan B kuchni beradi. Ta'sir chizig'i o'rtasida bo'ladi va bungacha bo'lgan masofa A, B taqsim 2 plus A. Boshqa hech qanaqa kuchimiz yo'q, barobar 0. Xuddi shunaqa B nuqtaga nisbatan moment olamiz. Mana B nuqtamiz mana. B nuqtaga nisbatan kuchlarning yig'indisi 0 ga teng. Demak, B nuqtaga P kuchimiz mana soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan, yelkasi esa S ga teng. Shuning uchun P ko'paygan S. RA soat strelkasi bo'ylab yo'nalyapti. B nuqtaga nisbatan soat strelkasi bo'ylab yo'nalyapti. Yelkasi A qo'shilgan B mana. Taralgan kuch soat strelkasi teskari aylanyapti mana. Qo'l ko'paygan B taqsim 2 barobar 0. Demak, bu ikkita tenglamadan RA bilan RB ni qiymatini topib oldik mana. Pastda yozib qo'yibmiz, mayda unaqa aytmadi. Keyingi qiladigan ishimiz o'sha reaksiya kuchlari to'g'ri yoki noto'g'ri topilganini tekshirish o'zi. Tekshirishda o'sha ishlatilmagan tenglamadan foydalanamiz, ya'ni Y nuqta kuchlarning yig'indisi 0 ga teng mana. Kuchning ishorasi yuqori qarab yo'nalgan musbat, pastga qarab yo'nalgan bo'lsa manfiy bo'ladi. Demak, RA minus qo'l ko'paytirilgan B pastga qarab yo'nalgan plus RB minus P pastga qarab yo'nalgan. O'rniga borib qo'yadigan bo'lsak, 15 minus 3 qo'shilgan 15, qo'l ko'paytirilgan B'miz 2 ko'paygan 3 6, bu yerdagi 6 12, 12 dan 12 ni ayirsak, mana bu qiymatlarni qo'ysak 0 teng 0 muvozanat tenglama sharti bajariladi. Endi biz keyingi qiladigan ishimiz ko'ndalang kuchni qiymatini aniqlashimiz kerak. Uning uchun biz kesish usulidan foydalanamiz. Reaksiya kuchlarini topib oldik. Va mana bu yerdagi reaksiya kuchlarini topib olganimizdan keyin mana ixtiyoriy joydan birinchi uchastkani boshladi kesishdan. Kesdim, bu tarafini tashlayapti. Bu yerda P kuchimiz bor. P kuchimiz soat strelkasi bo'ylab yo'nalyapti. Shuning uchun musbat P'miz 6 ga teng. Ikkinchi uchastkamiz 0 dan B gacha o'zgaryapti. P kuchimiz soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan musbat, R B'miz soat strelkasi teskari yo'nalgan manfiy, taralgan kuchimiz ham soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan mana. 0 bersak minus 9, 3 bersak minus 3. Uchinchi uchastkani qulay bo'lish uchun mana bu yerdan ham kessak bo'ladi. Mana bu yerdan kesib olaylik. Kesdik, bu tarafni tashlaylik. Bu esa soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan qo'y ikkimiz R ga teng. O'shaning uchun minus 3 kilonewton mana. Va qo'ni epirasini quryapmiz. Birinchisi 6, mana 6 degan to'g'ri chiziqni qurib oldik. Keyingisi 0 bersak, mana 0 da qiymat minus 9 ekan. Minus 9 pastga tushirdi. 3 da qiymati esa minus 3 ekan. Mana ikkalasini birlashtirib, mana ikkinchi uchastkani epirasi hosil. Uchinchisi esa minus 3 kilonewtonga teng ekan. Mana 3 kilonewton degan to'g'ri chiziqimiz hosil bo'lib qoldi. Tekshirish qanday tekshiramiz mana? Birinchisi RA reaksiya kuchi pastga qarab yo'nalgan, qiymati chunki manfiy, mana minus 3, mana RA ning qiymati mana. Va bu to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalyapti mana minus 3. Keyin pastga qarab egri chiziq bo'ylab harakatlanyapti. Demak, RB ning qiymati 6 ga 9 qo'shsak 15 ekan. RB ning qiymati bizga 15 ga teng ekan mana epirator. Bu yerga borib kelganimizdan keyin P kuchli qiymati esa 6 ekanligi ko'rinadi. Demak, biz
topgan kundalik kuchimiz qiymati 6 kilonewton epirasi to'g'ri ekan mana. Uchinchi qiladigan ishimiz esa eguvchi momentni qiymatini aniqlaymiz. Demak, momentimiz kuch ko'paytirilgan yelka. O'tgan safar ham tushuntirdim. Agar kuchning ishorasini pastga qarab yongan bo'lsa manfiy, yuqori qarab yongan bo'lsa musbat. Demak, M1 minus P ko'paygan Z1 mana. 0 bersak 0, 2 bersak minus 12, 4 bersak minus 24. Demak, mana to'g'ri chiziq bo'ladi. Uchinchisi, pastga qarab yongan P kuchimiz S qo'shilgan, mana masa yelkasi mana egacha bo'lgan Z2 bo'lyapti. R1 Z2 ning o'zi taralgan kuchi ko'paygan Z2 taqsim Z2 ning kvadrati mana. Bu yerga ham 0, 3 taqsim 2 o'rtadagi va 3 qiymatlar berilgan. Uchinchisi esa kesik bu tarafda tashlar. Kuchning ishorasi yuqori qarab yo'nalgan musbat R ko'paygan Z3. Z3 ga 0 va 1, 2 qiymatlar berilgan va qiymatlar topilgan. Demak, mana chizishda 0 dan 24 gacha to'g'ri chiziq bo'lib o'zgaryapti. Minus 24 dan 6 gacha parabola bo'lyapti. Yana 0 dan 6 gacha to'g'ri chiziqdan iborat bo'lyapti. Mana bu to'g'ri chiziq. Ana deb o'ylamanglar, mana bunga o'xshagan to'g'ri chiziq. Faqat parabola mana bu o'rtada parabola berilgan. Bugungi o'tadigan mavzumiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.